Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalomu ala sayyidina rasulillah. Alloh taolo hammamizga yaxshiliklar ato aylasin. Mohi sharif Ramazonni hammamizga muborak qilsin. Ramazon tinchlik, xotirjamlik, ibodat, saxovat oyi. Alloh subhanahu va taolo kalomi sharifda payg'ambar alayhissalom muborak hadislarda buni bod-bod uqtirdilar. Ramazoni sharifdan banda nima bilan chiqadi? Alloh taolo ramazoniy oyatlarni zikr qilib, Ramazon to'g'risidagi hukmlarni keltirib, har bir oyatni oxirida ma'no va mazmun to'g'risida Alloh bizlarga ishora qildi. Birinchi oyatning oxirida la'allakum tattaqun, taqvodor bo'larsizlar. Ikkinchi oyatdan keyin esa la'allakum tashkurun, shukr qilarsizlar. Uchinchi oyatning so'ngida esa la'allahum yarshudun, shoyatki ular to'g'ri yo'lni toparlar deb marhamat qildi. Birinchi oyatda taqvo. Ramazondan maqsad taqvodorlik darajasiga yetish. Ramazondan maqsad shukronalik, shukr qila bilish, shukr darajasiga yetish. Ramazondan maqsad to'g'ri yo'lni topish. Demak, Ramazon oyida har bir qiladigan ishimizdan mana shu maqsadlarni qo'ymog'imiz darkor. Men ro'za tutyapman, saxovat qilyapman, tarovehga boryapman yoki boshqa bir amallarni qilyapman, sadaqa beryapman, zakot beryapman. Bu meni taqvo darajamni orttiryaptimi? Taqvodorligimni, Xudodan qo'rqishimni, Alloh taoloning yo'lida yurishligimni ko'paytiryaptimi, yo'qmi? Bu meni shukronaga undayaptimi? Men ro'za tutyapman, ro'za tutolmayotganlar qancha? Saxovat qilyapman, imkoniyati yo'qlar qancha? Yaxshilik qilyapman, bundan mahrumlar qancha? Buni anglay olayapmanmi? Shukrona qilyapmanmi? Men alhamdulillah to'g'ri yo'ldaman, iymon keltirdim, islomdaman, ibodatdaman. Bundan qancha odamlar mahrum, bunga qancha odamlar erishmayaptilar. Har bir ibodatimizga mana shu mohiyatlarni, mana shu fikrlarni yuritmog'imiz darkor. Ana shunda Alloh taolo bizlardan talab qilgan maqsadga erisha olamiz. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilar: "Man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu va sharobahu." Kimiki yolg'on so'zdan, yolg'on ishdan, qalbaki narsalardan tiyilmaskan, Alloh uning och va nahor yurishidan hargiz manfaatdor emas. Allohga hojati yo'q. Alloh taolo uning och va yalang'och yurishidan behojat deb payg'ambar alayhissalotu vassalom marhamat qiladilar. Demak, ro'zadagi ibodatlar bizlarni mohiyatlar sari yetaklamog'i darkor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.